Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC sobiq chempioni amerikalik Quinton Jacksonning fikricha, Ilya Topuria faoliyatining oxirgi bosqichlariga yetib kelgan. Topuria da'vogarlar bilan jang qilmoqchi emas. U yengil vazn toifasidagi chempionlik jangini istamoqda. Bu nimani anglatishini tushunyapsizmi? U faoliyatini yakunlashga tayyorlanmoqda. Menimcha, u shu jangni o'tkazib keyin ketadi, dedi Jackson. UFC jangchisi Dustin Poirier Ilya Topuria bilan jangga qiziqqani haqida gapirdi. Menga Topuria bilan jang taklif qilishganmi? Yo'q, u 70 kg vazn toifasidagi aytgan edi. Men UFC'ga yozganman. Hoy, ishlaring qanday? Bu yigitning 70 kg vazn toifasidagi holati qanday ekanligini haqida menga ham xabar bering. Ular ammo bunga e'tibor berishmagan. Menga bu jang bo'lmasligini aytishgan, dedi Poirier. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoga oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.